Mani bitta konsultatsiya $1000mi, $1300mi esimda yo'q. Aytganlaridan keyin shunaqa katta hit bo'lib qolgan. Shu haqida nima deb o'ylaysiz? Xalqqa yordam beraman degan odam shunaqa narxlarni qo'ysa konsultatsiyasiga. Ya'ni psixolog xizmatining to'lovi. Ayol aytayapti, mani bitta seansim $1000 yoki $1300 bo'lganda odamlar hit qildi. Sizning fikringiz qanday? Endi yonidagi odam ham 1000 yo undan yuqori to'lov olayotgan bo'lsa, nima deyishi mumkin? Nodiraxon, menchi hamma narsaga boricha qarashga o'rganganman-da. Mana shu joyi bor. Boricha qarash o'zi nima degan savolni beraylik birinchidan. Boricha qaramoq nima? Biz boricha qaraymizmi? Bizda psixologik himoya mexanizmi degan narsa bor. Biz boricha ko'ryapmiz deb o'ylashimiz bu hali voqelikda to'la tushundik, qamrab oldik degani emas. Bizning kasbimiz shunaqaki, hech kimni qoralash, birov uchun hal qilish, bu yaxshi, bu yomon, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deyishga bizning haqqimiz yo'q birinchidan. Endi yaxshilab e'tibor qaratsalaring, kuzatsalaring, har bir gapida aynan shu yaxshi, yomon, to'g'ri, noto'g'ri degan fikr o'z-o'zidan chiqib kelishini ko'rasiz. Ikkinchidan, bu uni mahsuloti. Qancha narx belgilash uni ishi, uni tanlovi. Xohlagan odam borib olsin. Xohlamagan mana arzonroqlari ham bor bozorda, xohlaganini olsin. Misol uchun, brend bor, misol uchun Dolce Gabbana bitta futbolkasini 3000 yoki $4000 desa, hech kim bormaydi-ku. Nimaga 3000 qilasan? Nima haqqing bor deb. Bu uni mahsuloti. Shu ohangida ham bepisandlik bor. Shunday odamlarga nimaga $1000 qilding degan odamga bepisandlik. Vaholanki, psixologning xizmati bilan kiyim tikadiganning, chevarning, biron bir zavodning, dev mashinasining va hokazoning farqi bor. Agar siz dazmol oladigan bo'lsangiz, sifatsiz bo'lsa qaytarib olishingiz mumkin. Agar futbolka sifatli bo'lsa olasiz, sifatini bilasiz. Axborotingiz bor. Psixologning xizmatini, sifatini kim baholaydi? Qani mezonlar? $1000 berib oldiga bordi, psixologning oldiga bordi va buning xizmati $1000 ga arziydi deb kim aytadi? Kim shunday belgi qo'ydi? Diplomi belgi qo'yadimi yoki mashhurligi belgi qo'yadimi? Qancha Instagramda kuzatuvchilari borligi belgilaydimi? Bizda aksariyatda qancha sizni kuzatuvchilaringiz ko'p bo'lsa, demak sifatingiz baland deb o'ylaydi. Bir narsani unutmaylik, sifat degan narsa orqamizda yuradigan odamlar bilan belgilanmaydi. Demak, bu ayol xohlang ol, xohla olma deydi. Lekin mana bu kitobni men sifatini ko'rmoqchi bo'lsam, men uni qarab ko'ra bera olaman. Bularning xizmatini, sifatini kim biladi? Avval keladi, pulini to'laydi, keyin ketadi. Va qanday qilib sifatli yo sifatsiz bo'ldi deya oladi bu odamlar? Chunki bu butkul boshqa kategoriya, mehnat faoliyatining boshqa kategoriyasi. Uning faoliyatini, sifatsizligini belgilaydigan tashkilotning o'zi yo'q. Eng qizig'i shu. Bu subyektiv kechinma va subyektiv baho hisoblanadi. Mashinaniki sifatini belgilash obyektiv. Test drive bo'ladi, qancha yuryapti, nima qiladi, qanday zarbaga chidaydi. Bularning gapini tekshiradigan kim bor? Bularning gapida asos bormi, yo'qmi? Bular odamlarga yordam beryaptimi yoki aksincha buzyaptimi? So'zning shunaqa xususiyati bor, ertaga emas, 1 yildan keyin namoyon bo'lar, balki 5 yildan keyin namoyon bo'lar. Shuni kim inobatga oladi? Degan savolga javob beringlar.